شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kardeşler, bugünkü dersimiz Sure Bakara'nınki 238 ve 239 ayetler hakkında bo'ladi. İlgirki ayetlerde biz aile, nikah, talak, ondan keyin talaqdan keyingi iddat masalasi haqida so'zlab kelayotgan. Bu ayette 238. ayet bilan 239. ayette namaz haqida mazmunlar var. Ondan keyin 240. oyatga kelsak, yana talaq haqida, talaq munosabatlik eri vafot topgan ayollarning iddati haqida. Ilgari darsimizda bu eri vafot topgan ayollarning iddati haqida so'zlagan. Shuni munosabatlik mazmun so'zlandi 240. oyatda. Faqat 238. oyat va 239. oyat, ya'ni bugungi hozir o'qimoqchi bo'lgan oyatimizda faqat va faqat namoz haqida masala bor. Endi bu yerda Alloh subhanahu va taolo biz oyatga kirishdan ilgari, oyatning tarjimasini qilishdan ilgari bu munosabatni bir bayon qilib o'taylik. Oyatning oldidagi oyatmi taloq va taloqdan keyingi iddat, eri vafot topgan ayolning iddat tutadigan mezgili haqida so'zlab ketib o'tib, 240. oyatda shuning davomini so'zlaydi. Endi nima deb 238. oyatdan 239. oyatda yana bir mazmunning o'tirig'a namoz masalasi kirib qoldi desa, biz bu haqda ilgirki darsimizning oxirida azroq bir tushunish bergan edik. Ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taolo bizga shuni eskartayotdiki, bizning sanimizga shuni silayotdiki, bu nikoh, taloq, iddat qatorliq oilaga munosabatlik hukm biz normal yashayotgan bir davlatning hukmiga o'xshash, bir qonunga o'xshash ijro qiladigan, yana bir tarafdan haqqi, yana bir tarafdan mas'uliyatiga munosabatlik masala emas, ya'ni nuqul hukm masalasi emas. Bu bir imoniy masala. İmani mesele. Allah'a olan bağlanış meselesi. Er kişi ağan her kademini Allah'a olan imanı tüpeylidin alıdı. Ayal kişi ağan her kademini mi Allah'a olan imanı tüpeylidin alıdı. Ayal 3 ay iddet tutsun, 3 heyz iddet tutsun, 4 ay 10 gün iddet tutsun. Bunun hemmini imani mesele, ibadet dep turup kılıdı. Er kişi mi ayal kişi bergen her nafiqisi, ailedeki ayal her münasebeti, bergen toylıqı, yerimini biriş, hemmini biriş, ya ki özünün hakkıdan düşüp biriş qatarlıq, muşu talaq, nikah, ailege münasebetlik, bütün ahkamlardaki her işi imani destek asası da, imani Türk asası da buluşu gerek. Bu nukul hüküm, nukul kanun emas, belki imani mesele, ibadet okumadaki işler degenle bizge esker düşüsüdün imanның, ibadetinin en yüksek ifadesi olan namaz hakkında qanaqıvadıdı, kelavadıdı. O talak meselesi, er ayalının oturusunun ayrılış meselesi, ya er ayal özü ihtiyarlık olan talak arkalık ayrılıdı, ya ki mecburi vafat arkalık ayrılıdı. Doğanlıkin bu yerdeki meselini Allah namazını oturup keltiriş arkalık meyli a şekilde er ayal oturursa ayrılsın, ma şekilde er ayalın oturursa ayrılsın,
qiladigan har ishing iymon masalasi. Har ishing ibodat. Har ishda faqat bu bir qonun, faqat bu bir hukm, boshqa qilishim kerak, qilmasam bo'lmaydi degan asosda emas, balki bu iymon, balki bu ibodat. Mushunga to'yloqning yerini bersanmi ibodat, ihson qilish yusidan hammani bersanmi ibodat. Yoki ayol kishi tarafdan a kishining to'yloqining yerini olsanmi ibodat, chunki Allohning bizga belgilab bergan qonuni bo'ldi, afu qilib hech qaysini olmasammi ibodat. Mushu darajagacha hamma ishni ibodat hukm bilan qilish uchun namozni o'tirib qistadi. Nimda namozni o'tirib qistirdi, boshqa amal ibodat chiqmadimi? Chunki namoz hammalar bilamiz, mu'minning qalbining rohatining asosi. Mayli o'z ixtiyori bilan ayol ayrilsin, ya'ni taloq. Yoki majburiy shaklda vafot orqali eridan ayrilsin yoki ayolidan ayrilsin, qalblar og'irlanadigan ish, g'amga tushadigan ish. Bu xushallik emas bu. Dal mashta vaqtda namoz orqali xushalligimizni topamiz. Namoz orqali ustimizga tushgan u beoromchilikni daf'i qilamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qanday bir ish beorom qilsa, qanday bir ish haqida beorom bo'lib g'am qilib qolsa, darhol namoz o'qiydi. Chunki yana mana bir hukm bor. Mu'min Allohning yaratquchi ekanligiga ishonish sifati bilan to'y qilishni yo'l qo'yib berganimi Alloh. Taloqni yo'l qo'yib berganimi Alloh. O o'lib ketgan odamning jinini og'inimi Alloh. Anda o'g'andan ustimizga tushgan bu g'am, g'ussa, beoromchilikningmi asli bizning ustimizga tushgan haqiqiy zot kim? Alloh deganga ishonadi. Madam mu'min mushishlarning hammasining Alloh tarafidan ekanligiga ishongan ekan, bu g'am, g'ussani, beoromchilikni ketkazish uchun mushuni egisini tarafiga berish kerak. Bu taqdir, bu qazo va qadarning hammasi Alloh tarafidan o'rinlashtirilgan ekan, bu yerdagi beoromchilikni ketirish uchun, mashaqqatdan qutulish uchun buning egasi bo'lgan Allohning qishig'i berish kerak. Ya'ni har ishni, har hukm, har ishlarni ibodat shakli bilan qilib, ibodat hukmi bilan qilib Allohga o'zini bog'lagan vaqtda, bu bog'lashning eng yuksak ifodasi namoz, mush nuqtada bo'lgan vaqtda bizga har qanday ish nima tuyuladi? Rahat tuyuladigan gap. Har qanday ishni o'zimizga chapa olmaymiz. Shu yusidan taloq haqida ketayotgan, iddat haqida ketayotgan mazmunlarning o'tirg'i namozdan qiltirilishi sabab bu. Endi oyatning o'ziga kelaylik. Estaizu billah, hafizu alas salawat vas salatul wusta va qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fazkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Allah subhanahu va taala mu'minlarga xitob qilib da'vat qildi. Namozlarga ahamiyat beringlar. Bo'libmi namozlar ichidagi o'ttir namozga ahamiyat beringlar. Allah subhanahu va taolaning oldida o'zingni xudu holatda tutinglar. Qattiq itoat qilgan shaklda, bo'yningni akan shaklda tutinglar. Bo'lib, normal holatdagi namoz kelgan buyruq qo'yib qolsa, endi jang holatlarida, qo'rqinch holatlaridami Alloh bilan bo'lgan munosabatlar uzilmasinki, qo'rqib qolgan taqdirdami piyodalar shaklda, uloqliq shaklda o'qinglar. Amin o'g'a vaqtida Allohni aslanglar. Alloh sizlarga o'rgatgandek, ilgari bilmaydinglar bu ishlarning hammani. Bu yo'llarni bilmaydinglar. Alloh bilan bo'lgan munosabatlarni qanday bog'lashni bilmaydinglar. Janglarda nurg'un ish sizlarni jiddiy qilib qo'yadi. Jangning vaziyati. Jiddiychilikda odam o'zini unutadi. Tabiiyki, bir xil titirginlik, jiddiychilik odamni rahatsiz qilib qo'yadi. Buning hammasidan qutulishning yo'li Alloh bilan bo'lgan aloqani uzmaslik, hatto amin holatda va jang holatda. Namoz buning eng yorqin ifodasidan birisi. Endi oyatdagi boshdan kelamiz yana. Hafizu ala salavatki salavat namozlarga ahamiyat beringlar degan namozlar hammalar bilamiz 5 vaqt namoz. 5 vaqt namoz shu bamdatdan xubtangacha buni bilamiz. Keynidagi va salatul wusta degan oyat o'ttir namoz degani hamda shu 5 vaqt namozning ichida bizlarga alay ta'kidlanayotgan bir namoz bor. Bu namozni Alloh subhanahu va taolo o'ttir namoz deb atadi. Avval 5 vaqt namoz deb umumiy shaklda keltirdi. Lekin o'ttir hal namoz deb ayrim bir shaklda cho'qim bir masala bor bu yerda.
Bunu sel turup bununla bir izahat turumuz. Endi ayetning başida namazga ahamiyat beringlar degan ifodani hafizu degan pil orqali ifodaladi. Boshqa o'rinlarda namoz o'qinglar, masalan, hadislarda sallu, boshqa oyatlarda aqimus salat. Amada hafizu, hifz degan nima arab tilida so'zning asli ma'nosi desa, hifzi saqlash degan ma'noda. Bunun saqlashni, nimani saqlash, qanday saqlashni tushunish uchun qarshi ma'nosiga boraylik. Hifzi saqlash degan bir narsani unutib qolishdan saqlash. Unutib qolishdan qarshisi. Shunga Qur'on yodlanganlarni hafiz deymiz, hafizul Qur'on deymiz. Yani bir narsani yo'qotib qo'yishdan saqlash. Yani bir narsani zoya qilishdan saqlash. Yani unutish, yo'qotish, zoya qilish. Yani bularning ma'nosini umumatan xulosalab bir og'iz gapga yig'inchoqlagan vaqtimizda qo'ldan bermaydigan bo'ladi. Mayli unutish yoki yo'qotib qo'yish yoki zoya qilish qanday sabab bilan bo'lsin, namozni qo'ldan bermaydi. Namoz quloqdan ketib qolmasin degan ma'noni hafizu degan filning ichiga qana qilgan so'ng degan biz buni tarjima qilgan vaqtimizda ahamiyat beringlar, zoya qilmanglar degan shaklda tarjima qilamiz. Bu yerni o'tdik. Andan keyin bayatın degan gapimiz o'tdi. Nima uchun umumiy shaklda avval namozlarga bir ahamiyat beringlar deb bo'lib, alohida o'ttir namozga ahamiyat beringlar deb o'ttir namozni keltirdi. Bu gap ikki qitim takrorlangandek gapda, masalan, butun darsingizga ko'ngil bo'ling, bulupmu arab til darsingizga desa, bulupmu arab til darsingiz deganda butun darslarning ichidan chiqib, alohida bir o'rin qo'ygan gap. Endi mushadagi o'tir namoz degan qaysi namoz? Men tarjimasini qilib ko'ryapman sizlarga o'tir namozda. Yani o'tir degan ikki narsani o'tir degan bo'ladi. Qaysi nuqtadan o'tirdi bo'ladi? Yani qaysi namoz bash namozning ichidagi? Endi biz namozlarga bir necha nuqtadan qarab boqib o'tir namozini tehib chiqaylik. Kunlik daraja e'tibori bilan bomdodni birinchi namozdan qarasak, bomdodni birinchi namozdan qarasak, bomdod peshin, asr, shom, xubda. Bunun ichidagi bomdod peshin birinchi, ikkinchi namoz, shom, xubda to'rtinchi, beshinchi namoz. Buning o'ttirida kim bor? Asr bor. Asr namoz oyatdagi o'ttir namoz deb tushunsak bo'ladi. Bu bir e'tibor, bir qarash yani. Yana bir nuqtadan aytgan vaqtda namazning farz bo'lish e'tibori bilan birinchi farz bo'lgan namoz peshin, ikkinchisi asr, shom, xubdan bomdod. Bu nuqtadan aytgan vaqtda o'tir namoz shom bo'ladi. Ko'pincha ulamolar mushu shom deb qaraydi, yani o'tir namozni. Endi rakat soni nuqtasida aytgan vaqtida namozlar 2 rakatlik namoz va bomdod, 4 rakatlik namoz va peshin, asr, xubdan, 3 rakatlik namoz va shom. Yani bu nuqtadan 4 bilan 2 ning o'tirdagi namoz shom bo'ladi. Bu yerda shom namoz degan hukm chiqadi. Shom namoz degan hukm chiqadi. Ondan boshqa ashkara, yushurulluq nuqtasidan aytsak. Ashkar namozimizdan bomdod va xubdan va shom va andan peshin va asr ikkisi yushurun namoz bo'ladi. Bu nuqtadan qarasak, nima chiqadigandek peshin bilan asr o'tirdi chiqadi, yani. Yani peshin desak bo'ladi, ashkar bilan yushurunning o'tirdigi degandek bir hukm bilan. Ondan keyin kunduzlik e'tibor bilan aytsak, sap gündüz peshin bilan asr, sap kecha bomdod bilan xubdan o'tirda shom degandek. Malaikalarningki to'planish nuqtasini aytsak, bomdod bilan asrda malaikalar almışıdı. Şu yerda malaikalar bir-biriga navbatchi malaikalar uchrashudi. Bu nuqtadan aytsak, ya bomdod bo'ladi, ya asr bo'ladi. Ya'ni qaradoq. O'tirhal namozning o'tira degan ma'nosini asos qilib turib shunda aqtasak, bomdodmi chiqdi, peshinmi chiqdi, asrmi chiqdi, shommi chiqdi, xubdami chiqdi. Hammasi o'tir namozga ma'lum bir nuqtalarda, ma'lum e'tiborlar bilan tushdi ekan o'tir namozga. Yani hammasini desak, bunga yakkaldiq hisobda. Endi Alloh subhanahu va taolo nima uchun o'tir namozga alohida ahamiyat berildi deb, o'tir namoz deb qo'yib, buni yushadi, maxfiy qildi desa, buni tushunish uchun Laylatul Qadrning misolini kelishdi to'g'ri. Laylatul Qadr kechasida bir kecha vahminglar bilasizlar. Ramazon oyida 80 oydan ortiq, 80 oy 80 yil, yani 1000 oydan ortiq ibodat qilgandan afzal, buning savobi
Acayip bir kecha endi bu. Ish qilib bir kuni endi 30 kunlik Ramazonning ichidagi bir kecha. Buni Alloh taolo mujmal qilib qo'ydi, mavhum qilib qo'ydi. Ish qilib bir kechalarda mavhum qo'yganlik tufaylidan biz Ramazonning 1-kunisidan 30-kunisigacha mushu kechaga uchrab qolamizmi deb tirishib ibodat qilamiz. Yani bu yerda bu o'tir namozni mavhum qilib qo'yishdimi? Qarasak bomdotdek, qarasak pishimdek, qarasak asrdek, shamdek, xuttamdek, mushuning ajriga bir ish olish niyati bilan shu namozlar o'tirsda biz ahamiyat berishda alohida ko'ngil beramiz. Alohida ko'ngil ahamiyat beramiz. Bu yusizni Alloh subhanahu va taolo buni mujmal qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi oyatning oxirisida va qumu lillahi qanitin. Nəhayət əstayidillik, xuzu bilan Allahның oldida turinglar deb tarjima qildik. Qanitin, qanata degan fe'l asl lug'at ma'noda bir narsaning davom qilg'ini bo'ladi. Boshqa oyatlarda masalan so'z umarida amman huwa qanitun ana al-layli sajidan degan oyatlarda qanit iborasi qo'llanilgan. Va kanat min al-qanitin. Bu nima desa o'z ma'nosi, ya'ni biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan Allah qo'ygan ibodatimiz izchil bo'lishi kerak. Allah qo'ygan bog'lantimiz izchil bo'lishi kerak. Bugun bir muncha ibodat qildim deb qo'yib aytib kerak. Ya'ni kunda har kuni bu qanday qilmaslik kerak, uzlib qolmaslik kerak. Nimadagi qanit biz tarjima qilgan vaqtda xushu, xudu Allohning oldidagi xorliq, Allohning oldidagi bechoralik deb tarjima qilamiz. Itoat deb tarjima qilamiz. Itoatning eng yorqin ifodalangan joyi nima desangmi? Izchillikda, davomlashishda, uzlib qolmaslikda. Yani oyatlarga qarab biz qarg'a vaqtimizda Alloh subhanahu va taolo namoz masalasida amin holatdami namoz o'qishga buyurgandan boshqa hatto urush holatlaridami namoz o'qish buyurgan. Biz chunki bayatda dedik ya, qanitin degani izchil shaklda uzlib qolmasdan Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni bog'lash, Allohni aslash. Bu nima orqali bo'ladi? Deb o'tganimizdek eng yaqin ifodasi namoz orqali bo'ladi. Endi namoz muqim turgan vaqtda o'qiymiz, jang vaqt uningdan o'qiymiz. Qada tushunilmasin, odatdagi o'qigan shaklda emas, jangning o'z oldiga bir shakli bor. Boshqa oyatning oxirisida fa in khiftum, agar jang bo'lib va yoki jangga o'xshash sizning bexatarligingiga ta'sir etkazadigan, daxl qiladigan bir sharoit to'p qilib, amin bulanmasanglar, qo'rqsanglar, piyodasi piyoda, uloqliq holatda o'qisinlar. Demak, bu yerdagi maqsad nima desa, namozning biz ko'rayotgan shakli emas. U bir buyruq to'g'ri, ammo tub asosiy maqsadi namozdan erishmoqchi bo'lgan eng muhim nuqta Allohga bog'lanish. Bu bog'lanish saq olsak saqcha, kesal olsak kesalcha, aldirash olsak aldirashcha, amin olsak amincha, qo'rqincha holatda uningga ko'ra Alloh bilan bog'lanishimiz kerak. Masalan, kesal o'qiy olsa bizdek normal o'qiydi. Unda o'qiyolmasa o'tirib o'qiydi. Unda o'tirolmasa yetib o'qiydi. Agar yetibmi namoz holatini shakllantirolmasa, hatto ko'z ishorati orqali, kirpiq qosh ishorati orqali, umuman bo'lmasa bir til orqali, agar uni qilish imkoniyati bo'lmasa, qalbida aslash orqali qo'sma qanaqa qildi o'qiydi. Masala bu. Yani masala Allah bilan bo'lgan bog'lantimizdan qanaqa qilmasligi, uzilib qolmasligi. Ya'ni shu darajadagi sizlar agar dushmanlaringlardan qo'rqib, jang qizg'an vaqtlarda aytyapsizlar, ular aytyapti, namoz vaqti bo'ldi. Atqan peti yugagan peti o'qiy olaysiz. Sharoitga qarab turib, bu hadislarda, oyatlarda aytarsizlar bayon qilinmoqda. Rasulullahning hadislarida Zotir Riqa janglarida Rasulullahning o'qiganlari va sharoitga qarab turib Rasululloh imom bo'lib o'qidi. Bir bilik musulmonlar Rasulullohga iqtido qildi, bir rakatni bitadi. Bir rakatni bitirib dushman tarafga oldi. Dushman tarafda to'g'onlar qaytib kelib ikkinchi rakatga qana qildi. Agashdi. Ondan keyin bular ikkinchi rakatni bitirib namozni oxirlashtirib qo'ygan. Demak, mushu shaklda fiqh kitoblarida, hadis kitoblarida buning tafsiloti bayon qilingan tafsili. Bu yerda Rasulullahning barkat bir qitib ulamolarning ko'z qarashi Rasulullahning barkati tufaylidan Rasululloh bilan billa sap bo'lib, Rasululloh bilan o'qigan namoz boshqalar bilan o'qigan namoz o'xshamaydi. U yüzden
askarlar yarım Rasululloh bilan yarım namozni o'qib, qolgan yarmin yana yarım askarlar o'qib, manda qilgan bilan Rasululloh dunyodan ketgandan keyin ikkiga ayrilib, ayrim imom bilan o'qisa bo'ladi degan ko'z qarash bor ulamo-nazarda. Ya'ni hadislarda, fiqh kitoblarda xavf namozining, qo'rqinch namozining qanday o'qilganligi to'g'riliq tafsilotlar bor. U yerda biz buni hozir tafsiliy so'zlab o'tmaymiz, ammo demakchi bo'g'inimiz shuki, namoz shunchalik darajada muhim amal ibodatki, butun qilayotgan amal ibodatlarimizning hammasiga ibodat ruhini namoz bag'ishlaydi. Butun qilayotgan ishimizga ibodat, iymon siyoqini namoz beradi. İman, ibadet rengini namaz beradi. Şuna namaz musulmonning hayotidan aslo va aslo yo'qolib ketmasligi kerak. Muqim holatda, safarga loyiq, amin holatga loyiq, urush holatga loyiq, saq bo'lsa, saq bo'yicha, kasal bo'lib qolsa, kasal bo'yicha. Shunga qoyatda fayn xiftum, agar amin bo'lmay, sizning qo'rqinchi besiq olgan vaqtida farijala va rubban, ya'ni piyodacha, ulovchi o'qish kerak. Musulmon namoz vaqti kelsa, qanday holatda bo'lib qolsa, imkoniyat yetgan miqdorda qana qilsin, namoz o'qisin. Hatto bulanmasa zodi. Uningga imkoniyatim yo'q, hatto qosh ko'zimni midirtamayman, bir Allohu akbar desin. Mushunchalik darajada, Fazkurulloh oyatning oxirida Allohni eslanglar, muhimi Allohni eslash. Muhimi Alloh bilan bo'lgan aloqamizning uzilib qolmasligi. Kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Bu ishlarni, bu hukmlarni biz bilmaydik. Alloh subhanahu va taolo bizga qana qildi. O'rgatmagan bo'lsin, ish qildik. Buning o'zi buyuk bir ne'mat Allohdan bizga berilgan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zi bilan bo'lgan bağlantı üzülüp qolmaydigan kishilarning qatoridan qilsin. Har doim Allohni eslab turadigan, Allohni bizni eslab turadigan kishilarning qatoridan qilsin. Bizni namoz ahlidan qilsin. Namozni bizdan yo'qotmasın. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.